Yakshanba kunim haqida mini vlog. Ertalab soat 9 ga yaqin turib, yuzimni yuvib oldim va undan keyin bir stakan suv ichib oldim. Keyin tezda o'yinchoqlarni va divan shoqqa mini uborka qilib oldim. Undan keyin esa oyim bilan birgalikda zavtrak tayyorlashga tushib ketdik. Zavtrak qilib hamma joyni yig'ishtirib qo'ydik va undan keyin tayyorlanishga boshladik. Hammamiz tayyor bo'lgandan keyin esa yo'lga tushdik va bugun boradigan joyimiz bu botanika bog'i. Boshida shunaqa kattaroq yo'llardan yurganimizda juda ham ko'p samokat va velosipedlar bor edi. Shunaqa kichkina yo'llardan yurdik. Botanika bog'iga ko'p borgan bo'lsa ham, bunaqa kichkina yo'lakchalardan umuman yurmagandik va umuman ko'rmagan joylarni ko'rdik. Keyin esa shu yerda sotiladigan hududlarni ham oldik, bu yerga chunki boshqacha. Va bu yerda bir soat aylanib, endi uyga qaytdik. Uyga kelib, ozgina dam olgandan keyin oyim bilan men ishlar bo'shashib ketishdi, biz esa uyda qoldik. Men uyda boshida video uborka qildim, lekin ovqatimiz kelib qoldi, shuning uchun tezda ovqatlanib oldik. Ovqatlanib bo'lgandan keyin yashqirgan qo'shig'imni qo'yib, yana uborkani davom ettirdim. Keyin esa kitoblarimni to'g'irlashni boshladim. Obloshkalarni olib, bitta paketga solib qo'ydim, chunki ertaga biz kitob topshiramiz. Ozgina kitob o'qidim va undan keyin sport bilan shug'ullandim. Oyim bilan adam kelishgandan keyin dvorga tushib, mushuliga ovqat berdim va undan keyin konservaga kirdim, chunki singlimga shunaqa kley kerak edi. Oldimizda konserva yangi oshirgan uchun esa menga shunaqa bloknotdan berishdi. Keyin esa hammamiz birgalikda oilaviy ujin qildik. Ovqatdan keyin singlimga shunaqa texnologiyasi yordam berdi va shu bilan kunim tugadi. Всем пока.